Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun 2026-yil 22-fevral. Sizlarga xudo xolasa zo'r manfaatli bo'ladi maqsadida geç olishuna qaramasdan Xushnud avtodan aksiyani Dumyamanni qo'yib beramiz. Ko'rib o'tasiz. Davom qilamiz bo'lmasa. Mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobili keldi. Prostoy variantda bo'ladi. Mexanika, korobka Mashinamizda 4 ta yumshoq bolali ustanobga qilingan o'rtacha holatida. Kraskasina keladigan bo'lsa, kraskasini chiqargan mashinani. Ha? Qaysi taraf krel? O'ng yan taraf krel bilan kapotunda kraska bor ekan, yuzida faqat deb turibdilar. Ustalaringiz kelib bemalol tekshirib xarid qilsangiz bo'ladi. Endi e'tibor berasizlar, qiziqarlilarida mashinamiz prostoy variant dedik. 4 ta yumshoq bolalar qo'yilgan, metallar ustanobga qilingan, dugalarni ham ko'rib turibsizlar. Ideal sostenida mashinamizni bahosini e'tibor berasizlar. Xudo xolasa Xushnud avtodan aksiyani qatilini topib olaverasizlar. Xudo xolasa mashinani 65 million demaymiz. 15-yil mexanika korobka e'tibor bering. 65 million demaymiz, 60 million ham demaymiz. Mashinamizni 54 million 500 ming so'm bo'lsa, naqd chitir sanasanizda beramiz. Kelaversa mashinamiz Xushnud avtoda turadi. 24 soat xizmatdamiz shu yerda. Mabodo kredit etib olaman degan yurtdoshlarimizga mashinamizni 6 million 500 ming so'm kelasizlar, hamma ishingizni shuning ichida qilib beramiz. Bir dona pasport evazini 6 million 500 ming so'm kelasizlar, shu Spark avtomobilini egasi bo'lasizlar, xudo xolasa. Kelaverasizlar, Xushnud avtoda 24 soat xizmatdamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.